Og'riq qoldiruvchi dorilardan charchadingizmi? Bugungi videoda og'riqlardan va og'riq qoldiruvchi dorilardan butunlay xalos bo'lish to'g'risida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Bugun belingiz, ertaga boshingiz, keyingi kun tizzangiz og'riyaptimi? Bu tanangizning qariyotganining belgisi emas, bu shunchaki organizmning ma'lum kasalliklarni bildirib berayotgan signali hisoblanadi. Avvalo shuni yaxshi tushunib olishimiz kerakki, bu og'riq bizni jazolayotgani yo'q. Bu og'riq organizmda qanaqadir kasallik bor, o'shani davolashimiz kerakligi haqida bizga ma'lumot beryapti. Og'riqni miya o'zi yasab chiqaradigan mahsulot hisoblanadi. Menga kelgan bemorlarning juda ko'pchiligi 20-30 yillardan beri davo muolajalari olib kelayotgani, lekin hech qanday natija bo'lmayotganligi to'g'risida shikoyat qiladi. Ya'ni lecheniya oladi, ozgina vaqt yaxshi yuradi, yana og'riqlar boshlaydi. O'sha eski og'riqlar. Yana lecheniya oladi, yana ma'lum vaqtdan keyin yana eski og'riqlar boshlanadi va ularning eng asosiy shikoyati doimiy har kuni og'riq qoldiruvchi dori ichmasa yura olmaydi. Artafen, Kupen kabi og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yashaydi. Bu bilamizki, hazm sistemasini haddan tashqari izdan chiqarib qo'yadi. Hazm sistemasining muammolari esa butun hayotimizda yashash tarzimizni buzib qo'yadi. Bunga asosiy sabab esa noto'g'ri tashxis hisoblanadi. Agar to'g'ri tashxis qo'yilsa, har qanday kasallikni qisqa muddat ichida davolash mumkin. Bizda tizzasi og'riyotgan bemor tizza og'rig'i bilan shikoyat qilib kelinsa, tizza MRT ga jo'natiladi, tekshiriladi, tizzadagi muammolar aniqlanadi, yemirilish, Minsk yirtilishi, bursit, sinovit, kista Beckera kabi diagnozlar qo'yiladi va o'shalarga lecheniya boshlanadi, davo muolajalari boshlanadi. Davo muolajalariga og'riq qoldiruvchilar, NTVSlar qo'shilganligining hisobiga ma'lum vaqt bemorda yengillik his qiladi, keyin o'sha og'riqlar yana boshlaydi. Buning asosiy sababi nimada? Buning asosiy sababi kasallikning simptomi, ya'ni bu og'riq bo'layotgan soha bu simptom, asorat hisoblanadi. Kasallik esa butunlay boshqa joyda bo'lishi mumkin. Kasallikning sababini topmasdan davolashimiz natijasida kasallik qaytalab qovuradi. Bunga oddiy misol qilib, yelkamiz va qo'limiz og'riyotgan bo'lsa, agar o'ng yelka, o'ng qo'limiz og'riyotgan bo'lsa, biz nima qilamiz? O'sha qo'limizga yuk ko'tara olmaymiz. Boshimizni orqaga har xil harakatlarni qila olmaymiz va bu qo'limizni avaylab yuramiz. Buning asosiy sababi, agar bo'yinning o'ng tarafidagi nervlar qisilib qoladigan bo'lsa, umurtqalarga nagruzka o'ng tarafga bosim tushishi natijasida nervlar, qo'lga keladigan nervlar qisiladigan bo'lsa, agar bizda og'riq bo'lmasa, o'sha qo'limizga yuk ko'taraveramiz, har xil harakatlarni qilaveramiz va bo'ynimizning o'ng tarafidagi nervlarning qisilishi oshib boraveradi. Oshib borishi natijasida oldin osteoxondroz, protruziya hosil bo'ladi, protruziyadan keyin esa grija hosil bo'ladi. Grijalar 4, 5, 6 mm gacha kattalashib ketishi mumkin va keyinchalik bu qo'lga jiddiy oqibatlarga olib keladi. Miyamiz o'sha narsaning natijasini bilganligi uchun bo'yinda osteoxondroz, protruziya boshlanishi bilan yelkaga, qo'lga og'riq bera boshlaydi. Ya'ni o'sha yelkani harakatdan chegaralaydi. Biz bu qo'limizga og'ir yuk ko'tarmasak, harakat qilmasak, bo'ynimizning o'ng tarafidagi siqilish nisbatan yengillashib turadi. Biz birinchi boramiz, og'riq bo'lgandan keyin og'riq qoldiruvchi dorilar, qanaqadir lecheniyalar olamiz, davo muolajalari olamiz va og'riq kamayadi, yana o'sha qo'limizga harakatni, ish qilishni, yuklarni ko'tarishni boshlaymiz. Bu asosiy sabab bo'yinda bo'lganligi uchun bo'yindagi qisilish oshib ketaveradi va osteoxondrozdan protruziyaga o'tadi. Protruziyaga o'tgandan keyin yana og'riq beradi. Ma'lum paytdan keyin 6 oydan keyin 1 yildan keyin og'riq beradi. Og'riq bergandan keyin yana boramizda oldingi lecheniya, davo muolajasidagi dorilarni olamiz, ta'sir qilmaydi. Keyin nima qilamiz biz? Undan kuchliroqlariga o'tamiz va og'riq qoladi. Og'riq qolgandan keyin yana ma'lum vaqt bu qo'limizga ish qilaveramiz, bo'yinda yana ham nagruzka oshib, protruziyadan grijaga o'tadi. 3 mm, 3,5 mm grija bo'ladi. Yana yelkamiz og'riydi, yana davo muolajalari olamiz, oldingi lecheniyalar ta'sir qilmaydi. Oxiri nima qilamiz? Og'riqqa chidolmasligimizning hisobidan yelkadan yo bo'yindan blokada olamiz. Blokada o'z nomi bilan bloklab qo'yadi. Faqat og'riqni sezmaymiz, lekin u kasallikni davolamaydi hech qachon.
Blokada qildik, og'riqni sezmadik, og'riq sezmay yana ish qilaveramiz. O'ng qo'limizga ikkita qo'l bilan ish qilinaveradi. O'ng tarafga yana nagruzka tushishi natijasida grijaning razmeri kattalashadi. 4,5 mm ga yetgandan keyin yana og'riq boshlanadi, yana vrachga boramiz, yana blokada uradi. Lekin keyingi blokadalar ta'sir qilmaydi. Chunki bo'yindagi grijaning razmeri kattalashgan va bunga blokadaning kuchi yetmaydi. Keyin oxirgi variant operatsiya deyiladi va o'sha bo'yindagi grijani operatsiya qilish to'g'risida maslahatlashiladi, operatsiya qilinadi. Operatsiyadan keyin ham bu bo'yinga tushayotgan nagruzka saqlanib qoldi. U grijani olib tashlaganimiz bilan o'sha bo'yinning o'ng tarafidagi nagruzka kasallik turibdi. Qaysidir sababning hisobiga bo'yinning o'ng tarafiga nagruzka tushyapti. Bu qisilishi natijasida operatsiyadan keyin yana grijani paydo qiladi. Bu narsani aniqlash uchun kinezologiyada klassik tibbiyotdan farqli ravishda o'ng yelkada qo'lda og'riq bo'layaptimi, biz o'ng yelkani butunlay esdan chiqaramiz va bemor kelgandan keyin 0 dan boshlab o'zining kinezologik maxsus testlari bor, yuzlab testlari bor. Har bitta muskulni, har bitta nervni, qon tomirlarini, har bitta boylamlarni normada ishlayaptimi, yo'qmi? Qaysi joyda qisilib qolgan nerv, qon tomirlar, qaysi joyda qisilib qolgan, qaysi joyda muskul boylamlar bo'shashib ketgan, qaysi joyda tortishyapti. O'shaning hammasi aniqlanib, davolanib chiqiladi. Og'riq bo'layotgan soha tizza bo'lsin, bosh bo'lsin, yelka bo'lsin, bel bo'lsin, uni qizig'i yo'q. Boshida lecheniya boshlangandan, davo muolajasi boshlangan kuni birinchi kun hamma joy test qilib, to'g'rilab chiqiladi. Va bemorga to'g'rilab chiqilgandan keyin o'sha og'riqli holatni qilish buyuriladi. Misol uchun qo'lni orqaga, boshni orqasiga, belni orqasiga olib borayotganda og'riq bo'ladigan bo'lsa, yuk ko'targanda og'riq bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatni qilib ko'rish buyuriladi. Va bemorda birinchi kunda o'zidan agar yengillashish bo'lsa, demak davo muolajasi to'g'ri yo'nalishda ketayotganligi hisoblanadi. Agar sizda birinchi kunda, ikkinchi kunda yengillashish bo'lmasa, u xohlang kinezologiya sohasi bo'lsin, xohlang boshqa soha, fizioterapiya bo'lsin, qiziq emas. Birinchi, ikkinchi kunda o'zida yengillashish bo'lmayaptimi? U lecheniyani 1 oy olsangiz ham to'g'ri muolaja hisoblanmaydi. Ya'ni vaqtinchalik og'riq qoladi, keyin yana boshlanadi og'riqlar. Agar to'g'ri yo'lda lecheniya, davo muolajasi qilinadigan bo'lsa, birinchi kunda o'zidan siz o'zingizda o'zgarishni sezishingiz kerak. Chunki to'g'ri o'sha bo'yindan bo'lyaptimi? Bo'yin lecheniya qilib boshlangandan keyin birinchi kunda o'zida miya og'riqni sekin qo'yib yuboradi. Ya'ni kasallikning asosiy sababi davo muolajasi qilib boshlangan paytdan boshlab miya og'riqni sekin yengillashtirib boshlaydi. Shuni yaxshi tushunib olishimiz kerakki, tanamiz bir butun sistema. U bir o'z-o'zidan alohida ishlay olmaydi. Ya'ni muskullar, nervlar, qon tomirlar, bo'g'imlar, suyaklar, hamma organlar, ichki organlarimiz hammasi bir-biri bilan bog'liq holatda ishlaydi. Bitta joyda buzilish bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bitta nerv qisiladigan bo'lsa, o'sha nerv boradigan joydagi bo'g'imda, ichki organlarda, muskullarda, suyaklarda o'zgarish keltirib chiqaradi. Yoki bitta bo'g'imda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydagi nerv, qon tomir, muskul, suyaklarda o'zgarish keltirib chiqaradi. Shuning uchun bitta joydagi og'riq bilan ishlamasdan butun organizm bilan ishlashimiz kerak va o'sha kasallikning sababini qidirib topishimiz kerak. Biz shundagina og'riqdan butunlay va og'riq qoldiruvchi dorilardan qutulishimiz mumkin. Misol uchun tizzamiz og'riyotgan bo'lsa, o'sha joyga har xil fizioterapevtik apparatlar, muolajalar qilinsa yoki tizza uchun mashqlar bajarilganda og'riq kamayadi. Lekin ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'sha mashqni bajarmasak yo fizioterapevtik muolajalar olmasak, 3-4 kundan keyin yana og'riq boshlanadi. Chunki o'sha tizzadagi protsessni, ya'ni asoratni davolay boshladik, ya'ni mashq, fizioterapiya muolajalari bilan davolay boshladik, nisbatan yaxshilandi. To'xtatganimizdan keyin bu yoqdagi kasallikning asosiy sababi yana o'sha joyda 2-3 kundan keyin og'riqni boshlanishiga sabab bo'ladi. Biz kasallikning sababini topishimiz kerak. Bularga misol keltirib, tizza og'rig'iga oddiy o't qopidagi buzilish ham ta'sir qilishi mumkin. Son nerv qisilib qolishi natijasida yoki yopqich nerv qisilib qolishi natijasida, sidalish nerv qisilishi natijasida ham tizzaga og'riq berishi mumkin. Bundan tashqari tizza orqasidagi kista Beckera boldirga, son orqasiga og'riqlar berishi mumkin. Bularning har bittasining sababini topish kerak bo'ladi. Bizga kelgan bemorlarda bel grijasi bilan, belda qattiq og'riq bilan keladi. Og'riq bilan, grija bilan kelgan bemorlarni birinchi osmonga qarab yotqizamiz va
og'riq juda kuchli bo'lsa, osmonga qarab yotqiziladi. Lekin bu bemorlardan tushadigan birinchi savol, meni belim og'riyapti, orqada bel tarafga lecheniya qilinmaydimi hali boshida, og'riq kuchli, birinchi belimni davolang deyiladi. Deyishadi. Lekin o'sha beldagi og'riqning sababi qidira boshlanadi. Ya'ni og'riq bo'layotgan sohaga birdaniga lecheniya boshlanmaydi. Osmonga qarab yotganda birinchi ko'riladigan narsa ichki organlar. Bel grijasiga, beldagi og'riqlarga asosiy sabab bo'ladigan narsa ichki organlardagi, ya'ni ko'proq yo'g'on ichakdagi buzilishlar hisoblanadi. Bunda bemor tepaga qarab yotganda ichki organlarda kinezologik korreksiyalar qilib chiqqanimizdan keyin bemor yurib ko'radi va og'riq kamida 50% ga kamayadi agar ichki organdan bo'lsa sababi. Keyin bel bilan ishlasa bo'ladi. Xuddi shu kabi barcha kasallikning u tizzada suyak yemirilishi bo'layotgan bo'lishi mumkin, gonartroz, chanoqson bo'g'imida yemirilish ketayotgan bo'lishi mumkin, koksartrozlar, yelkada yemirilishlar, qo'l oyoqlardagi og'riq, yaxlash, uvishish hammasining o'zining kasallikning sababi bo'ladi. O'sha sababni topishimiz kerak. Sababni topmasdan kasallikni butunlay davolab bo'lmaydi. Bu holatlarga, ya'ni yemirilishlarga, og'riq, grijalarga duch kelmaslik uchun hammamiz sog'lom hayot tarziga o'tishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun har kuni kamida 10-15 daqiqa badan tarbiyaga vaqt ajratishimiz kerak. Bunda har bitta muskullar, nervlar, qon aylanishi hammasi o'zining funksiyasini tiklab oladi. Ikkinchisi, nafas mashqlari. Nafas mashqlari juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni har bitta nafas olib chiqarganimizda ichki organlar harakatlanadi. Suyak umurtqalar cho'zilib qisqaradi. Ya'ni har bitta tanamizning sohasi nafas olganimiz va chiqarganimizda harakatlanadi. Hattoki bosh suyaklari ham nafas olib chiqarganimizda qisman millimetrlarga kengayib qisqaradi va miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Ya'ni to'g'ri nafas olish organizmimizning sog'lom rivojlanishiga katta turtki bo'ladi va ko'zda tutilgan natijalarga erishadi. Agar sizga nafas olish mashqlari kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyadan nafas mashqlari deb yozib qoldiring va biz sizga nafas mashqlarini tashlab beramiz. Uchinchi e'tibor beradigan narsamiz ko'proq suv ichish. Suv bu organizmning asosiy qismi, ya'ni 70% organizmni suv tashkil qiladi. Muskullarimiz ham, suyaklarda, ichki organlar hammasida suv tashkil qiladi va suvni biz ko'proq ichganimizda organizmning regeneratsiyasi, ya'ni yosharish xususiyati oshadi. Agar tanangizda muskullar to'g'ri muvozanatda ishlamayotganligini bilish uchun devorga borib orqangiz bilan turasiz, oyoq tovonlari, yonbosh muskullari, kuraklar, yelkalar, bosh hammasi bir xil tekislikda, qo'llar devorga tegib turish kerak. O'sha holatda agar sizda qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, ma'lum qismlar tegib, ma'lum qismlar tegmayotgan bo'lsa, demak sizning organizmingizda muskullar muvozanati buzilgan. Agar bemalol turayotgan bo'lsangiz, sizda muskul sistemasi to'g'ri muvozanatda ishlayapti. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kanalda har bitta joydagi og'riq, ularning kelib chiqish sababi, ya'ni kasallikning sababi qayerdaligi, bel og'rig'i, tizza og'rig'i, bo'yin, yelka og'riqlari haqida to'liq ma'lumot berilgan va ularni uy sharoitida yengillashtiruvchi, og'riqlarni kamaytiruvchi va o'sha kasalliklarning oldini oluvchi mashqlar kompleksi ko'rsatilgan. Agar siz bizda davo muolajalarini olib ketgan bo'lsangiz, kommentariyada kelgan vaqtdagi shikoyatlaringiz, holatingiz va hozirgi holatingiz to'g'risida yozib qoldiring. Agar sizda ham yuqorida sanab o'tilgan muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlar orqali batafsil ma'lumot oling.